Bilgan bo'lsanglar, internetda ma'lumotlar chiqdi, ya'ni Endi Rossiya chegara xizmati xodimlari vokzal va aeroportda mamlakatga kirayotgan yoki undan chiqayotgan har bir kishining elektron qurilmalari, ya'ni telefon, notebook va boshqa gadjetlarni ko'zdan kechirishi mumkin. militsiya xodimlari telefonlarini tekshirib, yomon narsalar bo'lsa, O'zbekistondan kelgan paytda kirgizmaslik huquqiga ega bo'lishdi. Bu videoda aynan aeroport Vnukovadan O'zbekistonga ketayotgan va kelayotgan akalarimiz ko'rish kerak deb o'ylayman. Nima uchun desanglar, bugun 20-aprel 2026-yil. Bilgan bo'lsanglar, internetda ma'lumotlar chiqdi, ya'ni endilikda O'zbekistondan kelayotgan va ketayotgan insonlarni militsiya xodimlari telefonlarini tekshirib, yomon narsalar bo'lsa, ya'ni diniy 18+ va har xil materiallar bo'lsa, O'zbekistondan kelgan paytda kirgizmaslik huquqiga ega bo'lishdi. Siz O'zbekistondan Moskvaga kelyapsiz, bir qator telefoningizga qarab qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Ko'p inson bu haqida bildi va bilmaganlar uchun ham informatsiya, chunki meni juda ko'p aka-ukalarimiz ushbu aeroportga kelish, ketish, Vnukovo aeroport bo'ladimi, Domodedovo bo'ladimi, Sheremetovami, Zhukovskiymi ko'proq kuzatishadi. Shuning uchun menga taalluqli bo'lgani uchun aynan meni kuzatayotgan vatandoshlarimiz iltimos qilgan bo'lardim. Chunki jinni e'tiborliroq bo'linglar. Ko'p inson ketayotgan paytda bir narsani tushunmayapti. O'zbekistonga ketyapsiz. Akalar, o'zi biletlar arzon. Abedaga yoki Yuterga, Vnukovaga tushayotgan bo'lsanglar, olmanglar. Nima uchun desanglar, birinchi o'chirda Ruston temasida minusga kirasizlar. Ya'ni Yuter aviakompaniyasi savatchaga tushmasa, gram oshib ketsa ham 5000 rubl lishniy расходingiz bo'ladi. Kimlardir 4,5 ming, kimlardir 5000 bo'lyapti. Aynan Yuterga shu holatda uchragan insonlar bo'lsa yozib qo'yinglar. Va Pobeda aviakompaniyasi xuddi shunaqa. Imkon qadar havo yo'llariga olinglar. Vnukovo aeroportidan bilasizlar, O'zbekistonga ponni hamma reysi bashli shu Vnukovodan uchadi. Biletlar o'zi arzon. 2,5 mingga ham bor bilet, 10 mingga ham bor, 5 mingga ham, 7 mingga ham borda. Iltimos qilaman, aynan mendan olishingiz shart emas. O'zingiz ishongan arzon aviakassadan bilet olsanglar bo'laveradi. Yo'q, Hayotbek, sizdan olishimiz kerak desanglar, ekran nomerlar bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi. Qo'ldangacha xizmatda bo'lamiz. Sovuq ertalab saharlab kelganman. Bir akamiz olib keldi. Hujjatda muammosi bor edi. Qo'ldangacha yordam qilaylik deb olib kelganmiz. Hozir kirgizib, registratsiya o'tkazib qo'yib, bir qator video qilaylik chiqdim. Hozir biz ham harakat qilamiz sizga yaxshiroq kontent qilib berish uchun. Sheremetovandan video qildim, bilsanglar, mana shu nomerga yozinglar. O'tgan safar aytgan edim, Nijlatniy отказ vezdagi insonlar yozsin desam, montaj qilayotgan Timur ukam noto'g'ri nomer qo'yib qo'yibdi. Shuning uchun O'zbek Migotra kassiga yozaverasizlar. Ko'rdim deb yozayotgan akalarim, har bittanglar SMS-larni ko'ryapman. Qaddish kuchun, addush rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh 500 ming bo'lishimizga oz qoldi. Podpisatsiya bo'lmasdan kuzatayotganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hech qanaqa bir yomon narsa chiqarmayapmiz, faqat manfaatli, foydali narsalar chiqarib turibmiz. Inshaalloh sizlarga shu aeroportga oid bo'lgan narsalar chiqarib beramiz. Bugun O'zbekiston havo yo'llari, Pobeda, Yuter va pasport kontroldan kirish holatlarini ko'rsatib beramiz. Lekin qancha pul olib ketsam bo'ladi? Ko'p savol bo'ladi. Akalar, har bitta videoda tushuntirib berishga harakat qilaman. Har bitta inson 10 ming dollargacha pul olib ketish huquqiga ega, ya'ni qonuniy sharoitiga qarab, ko'proq bo'lib qolsa tanish bilishlarga berib olib ketsanglar bo'laveradi. Metro tarafdan nima uchun tushaman? Chunki hujjatda muammosi bor aka-ukalarim uchun ko'proq metro taraf qulay. Va metro tarafda bir qator borini ko'rsataman. Akalar tekshirayotgan bo'lsa tekshiryapti, yo'q bo'lsa yo'q. Soatim 5:10 bo'ldi. Hozir shu tur ko'rsataman, o'zinglar ko'rasizlar. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Privilegi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarni faqatgina bizda Mir Privilegida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Privilegi, biz bilan hammasi oson. Ko'rib turganlari, birinchi etaj, har doimdek glavniy kirish joyi. Biz metro tarafdan kiramiz. Ko'p taksi deganlar ikkinchi etajdan kiradi. Hujjatingiz yaxshi bo'lsa, bemalol xohlagan ishingizdan kirgizsanglar bo'laveradi. Endi O'zbekistonga kelganlarni hozir ko'rsatamiz. Mana, aeroport Vnukovo ikkinchi kirish joyi. Bismillah. Shunday kirib ketamiz. Boshlangan. Shunday tushamiz. Akalar, mana shu holatda tushasizlar. Chunki bu holat nima uchun ko'rsatyapman? Ko'p akalarimiz metrodan kelganda yoki ikkinchi etajga tushganda qanday chiqishni bilmaydi ekan, ya'ni kirishdi. O'ng taraf aeroport, chap taraf metro, mana odamlar kutib turishibdi. Shu holatda ketiladi. To'g'riga qarab borasizlar. Vnukovo terminal deb yozib qo'ygan, deb qo'ygan. Shu qarab yurasizlar kelar. Lekin aytib qo'ymoqchiman aka, hujjatingiz muammongiz bor degani bu qanaqadir vahima.
reysdan olib qoladi, qamaydi degani emas. Shunchaki salomatligini qilasizlar, bo'ldi. Kimdir sizni qo'lingizdan ushlab olib kirib qo'yish shart emas. Iltimos qilaman. Shuning uchun juda shustrik bo'laylik. Videolarni ko'ryapsiz, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Manfaatli bo'lib qoladi shu xolos akalar. Lekin so'mkalaringizni o'zingiz olib kelib o'rasangiz ham bo'ladi. Stress qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni kompyuterga o'xshab bu yerda mumkin emas degan narsa yo'q. Mumkin albatta. Mana shu holat bilan kiramiz akalar. Aka, hammasi yaxshimi? Birov bezda qilmadimi? Yo'q, hammasi joyida. Cho'tkimi? Mana akalar metro tarafdan keldik. Hech kim yo'qmikan? Qayerda bor ekan? Tepalarda va metrodan kelganda hech kim yo'q. Endi hozirgi paytda shunaqa. Soatimiz 5:15 o'lyapti. Xudo xolasa, hammasi yaxshi, zo'r. Ko'rib turganlarda aviakompaniya Yuter Dushanbega registratsiya bo'lyapti. 80 dan 70 stoyga. Aynan Yuterga tegishli joy. Pasport kontrol shu tarafga kirib ketasizlar. Ikkinchi stansiyasi ko'rsatadiganlar bitta ko'rsatib qo'ying. Nima holat bo'layotgan? Mana shu holatda ko'rib qo'yasizlar. Bilasizlar, men doim borini ochiq holini ko'rsatib beraman. Hozir tabloda misol tariqasida ko'rsatganda ichkani ko'rsatib qo'yaman. Holat ko'rib turibsizlar. Ikkinchi stansiyada shunday kelsanglar, mana tablo turibdi. Mana shu holatda tabloni ko'rib, chap taraf havo yo'llari, Yuter, bu yoq Pobeda. Biz Pobedaga sekin boramiz. Aviakompaniya Pobeda. Mabodo shu kompaniya bilet olib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu rushnoy klad deb qo'ygan, o'zingiz bilan olib kirib ketadigan rushnoylar razmeri. Shu razmerdan oshiqcha bo'lsa, ya'ni mana shu soatchaga tushmasa, mana kichkina joy turib ko'rasizlar. Tushmasa akalar lishniy rasxodlar bor. O'zbekiston havo yo'llari Nukus, Namangan, Farg'ona registratsiyasi bo'lyapti. Aka, hammasi yaxshimi? Qayerdan? Chustdanman-da. Namangan, Chustdan. Bizdan bilet olgan. Yaxshi muomala qilishdimi? Davolniymizni. Hozir registratsiyaga keldi. Bezda qilmadimi? Hammasi yaxshimi? Gap yo'q, joningiz. Xizmat yo'q menga? Yo'q, rahmat yashang. Yuk ko'tarib yuborishi mumkin. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Foydalimi videolar? Gap yo'q akajonim. Xo'p, 51 dan 60-stoyga O'zbekiston havo yo'llari tegishli. Aka, siz o'tdingiz registratsiyadan. Qayer? Andijon. Andijon. Biletingizni bitta beringiz. Andijonga uchaman, ya'ni Xo'p, Farg'onaga mana akalar, mana shu 23 dan kirib ketasizlar. So'mkalar topshirdinglar, biletni oldinglar. Mabodo adashib bu tarafga kirib ketib olmanglar, chunki bu yoq faqat Rossiyaning ichiga uchiradi. Pasport kontrol mana akalar. Yaqin qilib bermoqchiman. 18:31 deb qo'ygan. Mana shu pasport kontrol. Biletda ham yozib qo'ygan, mana 23, ya'ni kirib ketish joyi. Taniysizmi o'zi meni? albatta Andijon qatidan. Chim? Nima qattiq gapirmaysiz? Tas deb gapirmaysiz. Qona. Yuring ketdi, choy ichamiz. Zavtri mendan. Gap yo'q. Bura bez taqamadimi? Hammasi yaxshimi? Bura so'kmayaptimi hechkimi? Allohga shukr. Zo'r. Akalar, kelaverasizlar. Welcome Moskva deb mana ko'rib turganlarda Toshkent, Yuter, Samarqand, Farg'ona, hop, yana Toshkent. Bu tarafda Urganch, O'sh, Toshkent, Buxoro, Toshkent. Oy-o. Xullas, Moskvaga faqat O'zbekistondan reyslar kelyapti deb o'ylayman. Ko'rib turganlarda birinchi etaj aynan O'zbekistondan keluvchilar va kutib oluvchilar joyi. Mabodo tanish bilishlarga kutmoqchi bo'lsanglar, mana shu Stalba 5A, 6A, 7A deb qo'ygan. Shu holat. Aka, qayerdan keldinglar? Samarqand. Yaxshimi? Aytganim. Samarqanddan kelishdi. Shu holatda chiqishyapti ko'rib turganlarda. Qayerdan keldingiz? Istanbuldan. Voy, dod. Nasib bo'lsa. Samarqandda mana 20-aprel do'zman akalarim Samarqanddan kelib, qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Hammasi yaxshimi? Necha minutda chiqdinglar? 20 minutda chiqdi. Очередь bo'lgan 20 minutda chiqdi. Mana akalar, hozir kelaverasizlar. Buni aeroport hammasi yaxshi. Bunaqa telefon tekshir, so'mga, oshlik atdi. Ana akalar, deportlar, zapretlar bo'lsa kelaverasizlar, hammasi yaxshi. Qarshi masalalar aka, qurib qo'yaveramiz. Gap yo'q.